Fabrizio Romanoning yozishicha, Braziliya terma jamoasi va Carlo Ancelotti prinsipial kelishuvga erishdi. Shartnoma iyun oyidan boshlab amal qiladi. Italiyalik mutaxassis keyingi hafta Madriddan ketishini ma'lum qiladi. Shuningdek, Relevo xabariga ko'ra, Madrid Ancelotti bilan chiroyli xayrlashmoqchi. Bernabeuda u qo'lga kiritgan sovrinlar chiqariladi. Futbolchi va muxlislar bilan birga uning keyingi faoliyatiga omad tilanadi. Xayrulla Hamidov o'z Telegram kanalida bu haqida to'liqroq to'xtalib o'tdi. Real Madrid Carlo Ancelottiga shartnomasining qolgan 1 yillik maoshini to'laydi va unga klubning umrbod elchisi rolini taklif qiladi. Tomonlar o'zaro maksimal hurmat bilan ajralishadi. Rahbariyat Ancelottini ushbu asrning eng yaxshi murabbiyi deb hisoblaydi. U madridistalarga yuzlab baxtli lahzalarni taqdim etdi. May oyi oxirida Sociedad bilan o'yindan so'ng Ancelotti bilan xayrlashuv marosimi bo'lib o'tadi. Marosimda Real bilan qo'lga kiritgan barcha sovrinlarini namoyish etiladi. Real Madrid va Ancelotti La Liga mavsumi yakunida ketish bo'yicha kelishib oldilar. Tomonlar o'rtasida o'zaro munosabatlar juda a'lo darajada. Ancelotti afsona sifatida kuzatiladi. Mavsum oxirigacha Real va murabbiy ketish bilan bog'liq barcha xabarlarni rad etadi. Carlo Ancelotti Madrid boshqaruvida 6 mavsumda 15 ta sovrin qo'lga kiritdi. 1993-yildan 2013-yilgacha Carlo kelgunga qadar klub 21 ta sovrin yutgan. Bu yil jamoa uchun ancha omadsiz keldi. Real Madridning ashaddiy muxlislari Carlo Ancelottini ko'rsatgan xizmatlarini albatta e'tirof etishadi. Lekin muxlislar ishonadiki, keyingi yil albatta hammasi yaxshi bo'ladi. Ancelottidan keyin Real Madridga kim bosh murabbiy bo'lishi esa keyingi mavzu. Bizni kuzatishda davom eting. Yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'ling va videoga like bosib qo'ying.